Bekzod aka, universitetimiz haqida ozgina gapirib bering bizga. Rahmat. Oxus universitetiga xush kelibsizlar. Universitetimiz o'sha zamonaviy global standartlar asosida ta'lim berishga asoslangan xususiy universitet hisoblanadi. Mana Xudo xolisi litsenziya olganimizga ham biroz vaqt bo'ldi va yangi bu yil ochildik. Ya'ni bu yil degani 2023-yilda ochildik va umumiy ma'noda universitet o'sha Yaponiya, AQSh, Malayziya, Germaniya kabi o'sha rivojlangan davlatlarning ta'lim standarti asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlarini o'sha talabalarga beradi. Endi fakultetlarimiz o'sha boshqaruv, davlat boshqaruvi, o'sha fan va texnologiyalar, ijtimoiy va gumanitar fanlar, shuningdek biznes va iqtisodiyot shularni ichiga qamrab oladi. Demak, chetda Yevropada o'qiyman deganlar bemalol Yevropa ta'limidagi standartidagi ta'limni O'zbekistonda ham olsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, anchagina o'sha kirgan odam kampusga o'sha xalqaro muhitni his qiladi, ya'niki fizik nuqtai nazardan ham. Professorlarimiz ham albatta chet elda o'qib kelganlar. Qiziq. Bekzod aka, o'zi nima sababdan aynan bizani tanladingiz, bizani xizmatimizni tanladingiz, bizani kompaniyani tanladingiz? Xo'p, avvalo o'sha bor muammodan gapiradigan bo'lsam, albatta shu universitet sifatida tizim biz uchun juda ham muhim. Chunki bu yerda abituriyentlar bizga topshirayotgan, kelayotgan abituriyentlarning ma'lumotlari tizimda yig'ilishi kerak. Ular bilan har doim aloqada bo'lib turish kerak va o'sha kim qachon telefon qildi yoki kim ma'lumotni qayerda turibdi, kim nimaga qiziqyapti, hamma ma'lumotni tizimlashtirishga bir ehtiyoj paydo bo'lgan va bu ehtiyojni o'sha yechim bera oladigan kompaniyani qidirganimizda sizlarning kompaniyani tavsiya berishgan, chunki haqiqatdan ishonadigan odamlar sizlardan o'sha xizmat olishgan va juda ham qoniqqan xizmati va o'sha sifati bo'yicha. Shu ma'noda o'sha tanish bilishlar, ya'ni yaxshi odamlardan, ya'niki o'sha tavsiya orqali sizlarni topib ishladik. Ko'pchilik aytiladi, tizim quramiz deydi, lekin amaliyotda ishlaydimi, yo'qmi degan savol bor-da bu. Biza qurgan tizim sizda qanchalik ishladi? Xo'p, yaxshi savol. Tizim albatta qurilgandan keyin uni ishlatadigan odamlar ham nima deydi, o'sha tizimga moslashtirilmasa, deyarli tizim ishlamaydi. Bu narsani boshqa nimada ko'rgan edik. Ya'niki kimdir tizim qurib beradi, lekin uni ishlatadigan odamni trening deymiz, o'sha o'rgatmasa ishlamasligini ko'rganmiz. Shuning uchun ham sizlarni chaqirgan edik. Xo'p, sizlarda o'sha tizim qurilgandan keyin zo'r tarafi o'sha bizni xodimlarni ham qaytadan o'qitib berganlaringiz o'sha tizimni effektiv ishlashiga ancha ta'sir qilgan. Xo'p, shu ma'noda hozir nima muammolarimiz hal qilib beryapti bizga? Asosan o'sha qabul bizga keladigan o'sha nima deydi, hujjatlar registratsiyadan tortib turib, ro'yxatga olishdan tortib turib, to hujjatni topshirib, imtihondan o'tib turib, kontrakt qiladi degan prosesni hammasini o'sha tizim hal qilib beryapti va bu albatta buning ichida sanaydigan bo'lsak, juda ko'p o'nlab muammolar bor. Aslida o'sha tizim ishlamasa vujudga kelishi bo'lgan. O'shanga o'sha hujjat topshirishdan tortib turib, qabul shartnoma berishgacha bo'lgan prosesdagi hamma muammolarni hal qilib bergan. Bekzod aka, biz bilan ishlashda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Umuman olganda o'zi qiyinchilik bo'ldimi ish jarayonida? Xo'p, endi umumiy ma'noda qiyinchilik, uncha qiyinchilik bo'lmadi deb o'ylayman. Chunki bir tarafdan bizni o'sha sistemani tushunadigan odam oramizda turganligi uchun ancha bir-birimizni tezroq tushunib, nimalarni sistemani yo'lga qo'ya oldik. Bitta qiyinchilik bo'lgan joyi qayerda bo'lishi mumkin? Ya'ni o'sha qaror beradigan odam biz tepada turganimiz uchun oradagi odamlar bilan texnik jihatdan tushunmovchilik. Ya'ni biz aytayotgan tarafdan nima texnik vazifa qo'yilganini, nima bo'lishi kerakligini, tizi noto'g'ri berilganligi ma'nosida o'sha yerda sal tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda o'sha vaqtida ish bajarildi va biz kutgan o'sha natija bo'lib, sistema joyiga tushdi-da. Shunday ham zo'r. Bizni boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, men sizlarni o'zi topganimning sababi o'sha tavsiya orqali bo'lgan va juda yaqin o'sha katta o'zi o'quv markaziga yuritadigan insonni tavsiyasi bilan sizlarni topganman va bu Oxusning tavsiyasi bilan Xudo xolisa sizlarni boshqa o'zimizni tanishlarga ham tavsiya beraman 100%. Rahmat Bekzod aka. Rahmat sizlarga ham. Davom ettiramiz Xudo xolisa bunaqa ishlarni birgalikda. Inshaalloh.